O'tkir aka, fermer ham bo'lib jonga tegdi. 2 oydan beri qo'liga ishlaymiz, hali oylikdan naraq yo'q-da. Nima bermaydi bu? Ovqat ham bermaydi. Qo'ridan osh qilib kech bo'ldi mana. Shundan qaytib qutulsak. Men qarang, bir yo'li bu. Agar shu bugun ham oylikni bermasa, mana shu kanalga o'tamiz. Ana shunaqa qutulamiz. Bo'ldi, tamom. Bo'ldi, tamom. Ana fermer kelyapti. Tekin tomoq, mardikorlar, oyliqxo'rlar. Nimani maylis qo'yibsizlar o'zlaringizcha? Meni g'iybat qilyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Alaykum. Nima qanday bajahl bor? Yaxshimisiz? Qachon oylik berasiz aka? Biz sizni kutib o'tiramiz. Shu bugun oylik bersangiz, juda sovqqa qolgan bo'lardingiz-da. Ha, bir aylanib kezar ko'chalarda. Maza qilardi. Kelinglar, men sizlarni shu bugun bir dimoqlarni choq qo'yib, maishat qilib yeb-ichib mazza qilinglar. Mana sizlarga men boboychalardan beraman, boboychalardan. Men bu senga. Rahmat. Xudoga shukr. Yashang. Men bu senga yaxshi ishlagan uchun, yaxshi meni o'ng qo'lim bo'lgani uchun, menga sotqinlik quloqlik qilgan uchun bu senga, ma. Endi menga yangiliklar aytasiz, mana $50 ham sen uchun. Mana shu mollarga qo'ylarga yaxshi qara. Yes! Ana O'y. O'tkir aka. Sizlarga endi mali oylik beraman, mali oylik.